Ta'ziyanoma. Sharqiy Turkiston informatsion markazining muavin raisi, Ushqun gazetining bosh tahriri, Sharqiy Turkiston mustaqillik davosida ko'zga ko'ringan talantliq yozuvchi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur ovozi radiosining qurg'uvchisi, ilg'or fikrlik Uyg'ur ziyolisi Parat Yo'ronqash apandi 2025-yili 9-oyning 24-kuni Germaniyaning Myonxen shahrida vafot bo'ldi. Farhod Yo'ronqash apandi Sharqiy Turkiston informatsion markazida 10 yildan ortiq xizmat qilib, Sharqiy Turkiston davosining taraqqiyotiga o'chmas to'hfalarni qoldirdi. U mo'l tajribasi, siyosiy jihatdan pishib yetilganligi, tashviqot sohasidagi ustunligi, tashkilotchanligi va qalam mahorati bilan tonilgan bir inqilobchi bo'lib, vatanparvarlik va fidokorlikning yorqin ulgisi edi. U har xil bo'ron chapqun va qiyinchiliklarga qaramay, mustahkam iroda bilan Sharqiy Turkistonning ozodligi va xalqining hurligi uchun tinimsiz kurash qildi. O'zini fido qildi va eng oxirgi nafsini bu yo'lda berdi. Sharqiy Turkiston informatsion markazidagi barliq xodimlar marhumning vafotiga cho'nqur qayg'usini bildirish bilan birga oila tavobatlarga, do'stlarga, Dunyo Uyg'ur qurultiyining barliq a'zolariga va Sharqiy Turkiston xalqiga cho'nqur ta'ziyalarimizni bildiramiz. Marhumga Allohdan rahmat tilaymiz. Yotgan yeri jannatda bo'lsin. Amin. Sharqiy Turkiston informatsion markazi 2025-yili 9-oyning 25-kuni